Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, ekskavator, pogrushik, spestexnika ishqibozlari. Anchadan beri video olmagandik. Bugun xudo xolasa video olishga qaror qildim. Bugungi mavzumiz nima bo'ladi? Ko'p odam betonameshalkalarimizga qiziqish bildiryapti. Ya'ni ozgina tushuncha berib o'taman. Betonameshalkalarimiz asosiysi bizda 1.8 pogrushikga, keyin 3 kubalik pogrushikga betonameshalkalarimiz keladi, zakazga keladi. Hozir nalichi ham kelayotganlari bor yo'lda. Ular bir haftada shu yerda bo'ladi o'zi. Zakazga keladiganlari xolasangiz 3 kubalik pogrushigingizga, xolasangiz 1.8 pogrushigingizga, xolasangiz maydaroq 1.5 pogrushikka ham olib beramiz. Просто 1.5 6 tonnalik pogrushik, 5 tonnalik pogrushiklarda uni ob'yomi kichkina bo'lib qoladi. Misol 1 kubaga yetmaydi u nimasi. Ichida qoradigan tarasi kichkinaroq bo'lib qoladi. O'sha uchun kattarog'ini olib kelamiz. Shu ish samaradorligi baland bo'ladi. Ham ularning gidronasos kuchli, daryon toshini qorganda ham qiynalmasdan aylantira oladi. Ko'pincha buni yaxshi qorishi gidronasosga bog'liq bo'ladi. Keyin yana boshqa narsa, ko'plar pogrushiklar narxini so'rayapti. Pogrushikda narxini so'raganda sizlar kreditkami, lizingami deb so'ramanglar. Sababi biz kreditga ham, lizingga ham bermaymiz, zakazga olib kelayotgan narsalarni. Nima uchun unday? Chunki mana misol 1.8 pogrushigimiz O'zbekistondagi eng arzon pogrushik bizda. Misol 25 mingligi bor, 29 mingligi, 31 minglik 3 xil variant bor. 25 mingligimiz o'sha Vichay motor 6 portion 8 tonna vesi. Uni o'zi kelib tushishi, siz nomingizga o'tishi 24 mingga aylanadi. Ustiga biz 1000 qo'yamiz. Bu sizning pulingizga kelgani uchun shunday bo'ladi. Uni qanday yana biz kredit, lizing qilib beramiz? Kredit lizing qilish uchun avval kimnidir nomidagi oformit bo'lgan bo'lish kerak xullas. Yana ikkinchi masala, rassrochkaga berasizlarmi? Podzaga rassrochkaga berilmaydi, chunki ustiga juda ham kam qo'yiladi. Pogrushiklarga 1000, ekskavatorlarga 2000 qo'yiladi, ustiga juda kam qo'yiladi. Yana bitta yangilik, Dusan ekskavator ham olib kelyapmiz, o'sha 60 talik. Narxi bu yerda OLX-ga kirib ko'ringlar, komplektida o'sha hamma narsasi bor. 55 ming, 56 ming, 50 ming shu atrofda sotilyapti. O'zlaring OLX-dan solishtirib ko'ringlar. Bizdagi 45 mingga keladi. Xuddi o'sha Dusan, xuddi o'sha Dusan qanaqa bo'lsa o'shanda qilasiz. Yana nima yangiliklarimiz? 1.8imizda 10 tonnaligi ham bor, 29 mingga. U kichkina korobka, 10 tonnalikning katta korobkasi bor. U 31 ming. Bu yerdagi narxi shu 35 mingdan bu yerda sotyapti. Keyin hech qaysi texnikamiz Perigon emas, Xitoydan haydab kelinmaydi. Trallerda keladi. Probegi 0. Boshqa joylarda ham o'shani olayotganingizda e'tiborli bo'lib solishtiring. Sizniki markasi boshqacha ekan, XMG emasmi deysizlar. Ichi 100% o'sha XMG zapchast qo'yiladi. Hamma joyi korobka, motor, hamma joyi moslarigacha o'sha XMG narsalar kiribdi. To есть undan olib bunga qo'ysangiz ham bo'laveradi bemalol. Yana katta ekskavatorlar so'raganlar bor edi. Ularni biz sizga zavod narxida olib kelib beramiz. Olib kelib berganimizga 3000 bonus berasizlar. 70 minglik ekskavatorimiz bor, 75 minglik ekskavatorimiz bor. Cummins motorligi ham bor, Yuchay motorligi ham bor. O'zlaring tanlaysizlar. Ofisga kelsalaring ko'rsatamiz, misol. Bundan tanlang deb. Uni chetdan olsam nima bo'ladi deyishingiz mumkin. Baribir zavoddan o'zingiz olganingizga yetmaydi, biz orqali. Ya'ni bu yerdan olganingizda farqi qancha bo'lib ketadi? Misol, Duboy shu salonda olib kelgan odam o'zini puliga 75 mingga olib kelgan odam, u kamida uni 110 mingdan sotadi. Hech qachon ustiga 4 ming, 5 ming qo'ymaydi. Bu yerdagi narxini OLX-ga kiringlarda shu Cummins motor 150 talik 06-07 kovushli katta ekskavatorlarda kolesni ko'ring. Apparat motor, injektor emas. O'shalarning narxlarini ko'ringda solishtiring. Men aytayotgan narx 30 ming, 35 ming farq qilib ketyapti. Juda katta farq qilyapti har bittasi. 60 talik, 85 talik, 75 talik har xil variantda ekskavatorlarimiz ham bor. Keyin yana bitta yangilik, Isuzu
samosollarni ham hozir biz ko'ryapmiz. Nima qilib yaqin vaqtlarda shu mart oylariga olib kelmoqchimiz. Ularni ham xudo xolasa kimdir qiziqishi bo'lsa zakaz bersa bo'ladi. Bu yerdagi narxlardan 100 million, 150 million arzoniga keladi. Uni qanaqa razmeri bor? 5 tonnalik, 10 tonna, 15 tonna, 25 tonna, shu 30-40 tonnagacha liboy razmeridan bor. Tem bo'lib uni kabinalari ham Volvoga o'xshab chiqadi, juda chiroyli. Bu yerda hali sotuvda unaqa variantlari yo'q. U yangi vipiskada keladi, ko'rinishi boshqacha bo'lib keladi. Tak, yana Xitoydan kimga qanaqa texnika yo bo'lmasa bir qanaqa uskuna, оборудование, liniya, zavodni nima bo'lsa ham kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Liboy narsani o'sha Xitoydagi narxini zavod narxida olib kelib beramiz sizga. Siz o'zingiz Xitoyga borishingiz shart emas, o'sha narxda olgan bo'lib qolasiz. Bizga shu olib kelib berganimizda foizini bersangiz bo'ldi. U kelgandan keyin beriladi u foizi. Shu ko'ringlar, bizni kuzatib boringlar. Asosiysi like bosing, podpiska bosing. Nimamiz prosmotri oshishi kerak. Sababi men sizlarga hech kim bera olmaydigan taklifni beryapman, lekin sizlar prosta ko'rib o'tib ketyapsizlar. To'g'ri, telefon qilyapsizlar, ko'p odam zakaz ham qilyapti, juda ko'p odam. Lekin podpiska ham bosinglar-da. Bu hamma ko'rishi uchun, tarqalishi uchun eng asosiy kerak bo'ladigan narsa shu. Podpiskani bosasizlar-da, like bosasizlar, qo'ng'iroqchani bosasizlar, чтобы tanishlaringizga yuborib qo'yasizlar, чтобы videolarimiz keng tarqalsin, obunachilarimiz soni ortib borsin, чтобы men xursand bo'ldim. Bizni boshqa davlatlardan ham turib kuzatadiganlar bor ekan. Mana Tojikistondan telefon qilyapti juda ko'p klientlarimiz. Tojikistonga jo'natasizlarmi deyapti. Albatta jo'natamiz. Tojikistonga ham bemalol aytgan shaharlaringga Dushanbe deysizlarmi yo boshqa Xo'jand deysizlarmi, qaysi shaharga bo'lsa ham jo'natamiz. Texnikalarimizni xohlasangiz biz rastamoshka qilib beramiz, xohlasangiz o'zlaringiz rastamoshka qilib olasiz. Xullas, har xil variantlardan bor. Bizda boshqa salonlardan ajralib turadigan tarafimiz hech kim bermaydigan narx, ya'ni zavodni o'zini narxini beramiz. Asosiy nimasi, hamma narsa manfaatga bog'liq. Manfaat bor joyda samara bo'ladi deydi-ku, sizlarga manfaatlaringizga xizmat qiladigan narsalarni ko'rsatyapmiz. O'sha uchun sizlar ham maksimal podдержка qilinglar, like bosinglar, podpiska bosinglar. Hammaga sog'lik, salomatlik. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha